Assalomu alaykum. Ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Ko'rayotganlar Dunyo guruhi Tor televiziyasining Nahmedan programmasi. Aziz qarindoshlar, hozir biz sizlarga Uyg'ur sud kollegiyasining hukm e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan Londondagi Churchill sarayidan Nahmedandan bu programmani taqdim qilyapmiz aziz qarindoshlar. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, Dünya Uyghur Kurultayı'nınki teşebbüs ve arzu bilen 2020 yıl 9. ayda kurulgan Uyghur Sot Kollegiyası bana hazırlık kadar kendinden 3 ketim ispat anlaşılığına ötküzdü ve bu ispat anlaşılığının jarayonida Şarkı Türkistanlık ve çetellik şahitlerden bulup, guvacılardan bulup 70'den artık kişininki guvalığını aldı ve bu jarayonda 500'den artık kişininki yazma arzını tapşırıp aldı ve sotun 9 kişilik bağlaşı etti. Sot tarafından teklif kılınan 30'dan artık mutaxassis ve avukatlar neçe 10 bin betlik yazma arznameni bana kısa müddet içinde tekşürüp onun kanun asasları boyunca onu aniqlik qilib mana bugun hukm e'lon qilish yig'ini o'tkazdi ve Uyghur Sot Kollegiyasi mustabid Komünist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqqa qarata yurgizayotgan qilmishlariningki rasmiy xalqaro o'lcham, xalqaro qonunlar asosida buningki rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirilganligini hukm qildi va bu hukmnomasini butun dunyoga e'lon qildi. Aziz qarindoshlar, sotning hukmnomasi 300 necha betlik hukmnoma. Bayaq sotning bosh sotchisi Jeffrey Nice efendimi deb o'tganidek bu 300 necha betlik hukmnoma bugun sotningki tor betida ham inglizcha ham uyg'urcha e'lon qilindi. Aziz qarindoshlar, chunki bu bugungi program berish jarayonida Rahima Mahmud Hanım, Kurultay London İşgahsının direktörü bu hükümnamenin kısaltılgan nuskasını kıskışı sizlerge izahlaştırışken ama kanuni atalgılar boğun için taz yeterlik bombaydı dep oylaymiz. Biz bunu yani qaytadan program alığı ekilip onu təqdim tuluqlab deputatlarga təqdim qilishga tirishimiz. Aziz qarindoshlar, bu sotning hukm e'lon qilish yig'inidan keyin daralla Dünya Uyghur Kurultayı uningga ulapla axborot e'lon qilish yig'ini ichib bu sotninki hükmnomasini qarshi olganligini bildirdi ve bu axborot e'lon qilish yig'iniga hammalar tunishlik bo'lgan Uyg'ur xalqining qadrli do'sti Angliya parlamentining a'zosi Nusrat G'ani apandim o'zi bevosita riyosatchilik qildi ve Dünya Uyghur Kurultayı'ning axborot e'lon qilish yig'inidan keyin mana hozir sizlar ko'rdinglar Uyg'ur sot kollegiyasininki 9 kişinin terk topgan bağlash heyeti bu yerda chet el agentliklarininki savollariga muxbirlarning savollariga javob berdi ve sotning qurilish tarixi, sebeplari, bunun ishga qurilmasi, xizmat funksiyoni haqidagi ve başka turli savollarga bu yerda javob berib, buni hozir rasmiy aziz qarindoshlar Uyg'ur sot kollegiyasininki hukm e'lon qilish yig'ini bir şey tugagan bo'ldi. Bu hukm e'lon qilish yig'inidan keyin biz hammalar tunishib bo'lgan mushu Uyghur Sot Kollegiyasininki qurilishiga bevosita vasila bo'lgan uning bevosita tashabbuschisi va bosh arzdori Dunyo Uyghur Kurultayı'ning raisi hurmatli Dolqin Aysa efendimni mana studiyamizga taklif qildik. Hurmatli Dolqin Aysa efendim, muborak bo'lsin, millatimiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Bo'libmi bu Uyghur Sot Kollegiyasininki qurilishini siz bevosita 2020 yil 9 ay bevosita siz tashabbus qilgan, sizning tashabbusingiz bilan qurilgan. Mana biz nihoyatda andisha ichida turib bugun mana Xitoyning yurgizayotgan qilmishlarininki irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini qonuniy asosda buni dalillab hukm chiqarib dunyoga e'lon qilgan bo'ldi. Siz bu hukmnomadan keyin nimalarni his qildingiz? Xalqimizga e'lon qanday bir yurak so'z. Rahmat. Xalqimizning taqozolik bilan kutgan minutlarga shohid bo'ldik. Qaror Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda olib borayotgani irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat. Demak, bu butun dunyoga hammamiz shohid bo'lgandek dünya matbuotlarida tarafsiz bir sud tarafidan bu karar çıkarıldı. Bir yıldan artık, hatta 1,5 yıldan artık vaktin bu yan sudning neçe 10 ming bocha materiallarını 500'ün artık guvohchilarning guvohligini astoydil tadqiq qilish orqali mutaxassislarning baholarını astoydil tadqiq qilish orqali jafoliq bir xizmatdan keyin bir sud mahkamasi bugun 300 betlik hükümünü kıskartılgan nuskasını bugün e'lon qildi. Bu tarixiy bir hadise. Bu faqat Sharq Turkiston xalqi uchun, Uyg'ur xalqi uchun tarixiy bir hadise bo'lib qolmay, 21. asrdagi insoniyat uchun bir tarix hadise. Çünkü 21. asrda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur bu o'xshash faqat bir qancha xalqlar bununla uchrayotdi. Shuningga bu
21. asrdagi bu yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun xalqaro tarafsiz bir sud mahkamasining qonuniy xalqaro qonunlarga tayangan asoslangan bir hukmi kerak edi. Bu qaror chiqdi. Endi 1948 yili qabul qilgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy ayrımcılık ahdnamasini icra qilish mecburiyetlari Birleşken Devletler Teşkilatı a'zo bo'lgan va mushu ahdnoma qo'l qo'ygan davlatlarning ustiga yuklangan bir vazifa bo'ldi. Demak, hozirgacha ba'zi davlatlar bu bir tarafsiz sudning qarori bo'lmay turib bu irqiy qirg'inchilik masalasida amaliy harakat qo'llanolmayganligidan iborat bu faktlarda bu sabablar bilan jim turgan bo'lsa, endi bu davlatlarning bu xil jim turilishiga sabab qolmadi. Demek artık dünyanın Şarkı Türkistan'da buluvatkan, Uygurlarga, Kazaklarga buluvatkan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, ciddi hareket qilinish, bütün insaniyetning bulup mu Birleşken Devletler Teşkilatı bu to'xtamnoma qo'ygan devletlerinin bir mecburiyeti, kanun mecburiyeti bo'lib o'tirib chiqdi. Biz aldığımız günlerde işimiz tügemedi. Hem de şu devletlerini şunun kıstaş, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı bu xalqaro kanun icra kıstaş bizden üstümüzdeki bir mecburiyet. Ben ahırda bu sotqa bir yarım yıldan bu yan japalı hizmet kılan bütün kamp şahitlerimizga guvalık bergen, chet ellik mutaxassislarga, bizga iqtisodiy yordam qilgan vatandaşlarımızga, teşkilatlarımızga, shundaqli bütün tercüme işlerga yordam qilgan, xolisona xizmat qilgan bütün ziyolilarimizga ve shundaqla mushu sotni amalga oshirish uchun kecha kunduz bir sapda bir maqsadda har xil borinchapullarga, har xil shikoyatlarga, her xil töhmetlerge karşı kökrak girip gelgen dünya kurultayının bütün rehberlerine, saptaşlarına ve bu sotni kollap ekran aldırda takaza bop tuğan dünyanın hem caylarındaki bütün Şarkı Türkistanlılık Uygur karindaşlarımga şükranlarımı, rahmetlerimi bildirmem. Ama vazifemiz tügemedi, vazifemiz tek aldığımızda ve kolumuzda Polat'taki bir paket var. Hem de devletlerini, insaniyetini, bu kırgınçılıkını, bu insaniyet karşı cinayetini to'xtatish uchun amaliy o'tkazish harakat qilishimiz kerak. Bu bizning oldimizdagi mushaqqatli va qiyin bir bosqichimiz. Shuningga bütün vatandaşlarimizni buningga chunki bir qarorning chiqishi ayrı mesele, u qarorga tayinib turib dunyoni harakatga keltirish bizning üstümüzdeki bir mesele. Men eng oxirida bu yerda demak 2021 yili 12 ayının 9 günüsü bütün dünya bu qarorga şahit bo'ldi. Ben bir dünya politik vakaleten her yılı 12. ayının 9. gününü Uygur irqiy qirg'inchilik xotiri kuni deb e'lon qilaman ve bütün her yılı 12. ayının 9. gününü Uygur irqiy qirg'inchilik xotiri kuni deb mushu jazo lagerlarida azob chekayotgan, qirg'inchilik uchrayotgan, irqiy qirg'inchilikning zulmiga uchrayotgan Uygur xalqini xotirlash kuni qilib bekitishga chaqiriq qilaman. Her yıl bütün vatandaşlarımızı dünyanın hem yerlik Şarkı Türkistanlıkını bu Uygur irqiy qirg'inchilikni xotirlashga bir milliy mecburiyet, vataniy bir mecburiyet deb qarashga chaqiraman. Rahmat To'lqin efendim, aziz ko'rarmanlar, chet ellik Şarkı Türkistanlı aziz qarindoshlar, hozir reisimiz To'lqin efendim deb o'tganidek bugungi bu tarixiy ahamiyatga ega bu tarixiy kunni unutib qolmanglar. 9 dekabr kuni, ya'ni To'lqin efendim bayan e'lon qilganidek 9 dekabr kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik xotir kuni deb bugun rasmiy dunyo huquqiy tarafidan jakarlandi ve bu kunda biz Xitoyninki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi faoliyatlarimizni keng darajada qanot yoydirish orqali bu kunni her zaman xotirlaymiz aziz qarindoshlar. Shuning bilan istansimizningki Uyg'ur sud qo'lligisining hukm e'lon qilish bugungi yig'in haqidagi Naq Maydon programmamiz bu yerda oxirlashdi. Keyingi qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.